Menimcha sizda ham bu holat bo'lgan. Siz ChatGPT, Gemini yoki boshqa sun'iy intellektlardan qanaqadir kompaniya ma'lumotlarini so'rasangiz yoki qanaqadir kitobga savol-javob qilsangiz, u sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmasdan qoladi. Bu videoda esa siz qanday qilib sun'iy intellekt siz bergan ma'lumotlarga qarab javob berishini o'rganasiz. Bizda o'z qanaqa muammo duch keladi. Tasavvur qiling, bizda qanaqadir bitta kompaniya bor, kompaniyaning ma'lumotlari bor yoki kitob bor, yoki qanaqadir umuman tekst formatida juda ham katta hajmli ma'lumotlar bor. Aytaylik, ular где-то 500 megabaytdan 10 gigabaytgacha deylik va siz ularni agar GPT yoki Gemini ga bersangiz, ular context is full deb javob berishi mumkin. Nimagaki? Chunki ularda kontekstning hajmi bu 1 megabaytdan 5 megabaytgacha. Ya'ni agar siz 1 megabaytdan 5 megabaytgacha bo'lgan hajmdagi fayl jo'natsangiz, ular bemalol o'qiy oladi. Lekin siz mana bunaqa katta fayllarni jo'natsangiz, ular umuman o'qiy olmaydi. Bu muammoni yechish uchun sun'iy intellektchilar ko'pisi RAGni ishlatadi. RAG o'zi nima? Bu Retrieval Augmented Generation degani, ya'ni siz LLM ga, ya'ni sun'iy intellekt modeliga qanaqadir PDFni yoki veb-saytni yoki qanaqadir kodni bazasini yoki qanaqadir video, audio, transkript, umuman hamma narsani bemalol o'qita olasiz. Ya'ni unga ma'lumot bera olasiz va o'sha ma'lumotga qarab u javob beradi. Xo'p, o'zi qanaqa ishlaydi? Keling, masalan, bizda qanaqadir bitta fayl bor, mana kitob deylik, mana shu kitob bor bizda, masalan, Harry Potterning kitobi. Va Retrieval Augmented Generation qiladigan ishi o'sha kitobni chunking qiladi, ya'ni qismlarga bo'lib chiqadi. Deylik, masalan, kitobimiz 100 betlik bo'lsa, uni 20 betdan qilib 5 ta qismga bo'ladi deylik. Va o'shanaqa qilgandan keyin uni chunking deyiladi o'sha narsa. Keyingi qiladigan ishi bu embedding qilishi. Embedding degani o'zi nima degani? Bu har bitta so'zni raqamlar bilan ifodalaydi. Bu nima degani o'zi? Masalan, bizda banan degan so'z bor, kitob ichida yoki qanaqadir tekst ichida. O'sha bananni bu songa aylantirib keladi. Masalan, 5 0 7 8 9. Bu shunaqa misol uchun. Va bizda keyin olma degan so'z bor. Olma, banan ular bir-biriga yaqin bo'lgani uchun, ular ham meva bo'lgani uchun xuddi shunaqa raqamga aylantiradi. Masalan, bizning bananimizga o'xshaydi. Masalan, 5 0 7 8, lekin keyin 6 yozib qo'yapti. Ya'ni son oxiri qanaqadir o'zgartirish bo'ladi. Ya'ni juda ham uzoqlashmaydi temasidan, mavzusidan juda ham uzoqlashib ketmaydi. Masalan, banan, olma, bitta meva sabzavotlar kirgani uchun bular bir xil. Aytaylik, keyin soat degan so'z chiqib qolsa, bu o'shani boshqacha so'z, boshqacha sonlar bilan tasvirlab beradi. Ya'ni embedding degani o'zi har qanaqa so'zni songa aylantirish va shu orqali bu o'ziga saqlab o'rganib oladi. Va oxirgi qiladigan stepi, oxirgi qiladigan qadami bu vector store. Ya'ni har bitta qilingan sonlarni bu store'ga, ya'ni ma'lumotlar bazasiga o'ziga saqlab qoladi. Masalan, deylik, u xuddi shunaqa tarzda bo'ladi. Masalan, banan va olma, masalan, aynan qaysidir bitta qismda, telefon degani boshqa qismda, soat degani boshqa qismda, ya'ni o'zini oilasiga nisbatan saqlanib qoladi. Endi biz xuddi shuni N8N da qanaqa qilib qilamiz? N8N da biz uning uchun ikkita agent yaratishimiz kerak, ya'ni ikkita workflow yaratishimiz kerak. Birinchisi bu bizning faylimizdan, ya'ni biz beradigan faylni embedding qilish, ya'ni raqamlarga aylantirib bizning ma'lumotlar bazasiga saqlab qo'yishi. Bu biz masalan unga fayl beramiz. Fayl bergandan keyin u bizani Supabase databazimizga, ya'ni biz ma'lumotlar bazasi sifatida Supabase ishlatamiz. O'sha Supabase ga AI yordamida har bitta so'zni raqamga aylantirib saqlab qo'yadi. Keyingi qiladigan workflowimiz bu o'sha javob beruvchi agent. Ya'ni biz hamma fayllarni saqlab qoldik, hamma ma'lumotlarni unga berdik sun'iy intellektga. Endi o'sha sun'iy intellekt o'sha ma'lumotlardan foydalanib bizga javob berish kerak. Shuning uchun biz qanaqadir unga savol beramiz. Uni AI agent savol oladi o'ziga. Savolni olgandan keyin uni ham embedding qilib, masalan, songa aylantirib, keyin AI masalan bu yerda songa aylantirib yana Supabase ga beradi. Va Supabase ya'ni bizning ma'lumotlar bazasiga beradi. Va o'sha ma'lumotlar bazasidan bizga to'g'ri keladigan savollarni olib bizga javob beradi. Va shu orqali biz katta kitoblardan har qanaqa ma'lumotlarni yoki kompaniya ma'lumotlarini bemalol olishimiz mumkin. Endi esa keling, xuddi shu narsalarni N8N da qadam-qadam bajarib ko'ramiz. Xo'p, biz birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib biz nodimizga kirsak, bu yerdan biz faylni qayerdan olishimiz mumkin? Men bu yerda faylni Google Drive dan olmoqchiman va Google Drive ni tanlayman. Va bu yerdan menga download fayl kerak. Ya'ni biz faylni o'zimizga yuklab olamiz. Bu yerdan siz credential qo'shib olasiz. Men o'z credential qo'shib qaytaman. Mana masalan menda shunaqa fayl bor, ya'ni bu yerda men Harry Potter kitobini o'sha fayl sifatida olganman va men uni Google Drive ga yuklaganman. Keyin esa siz bu yerda men credential qo'shib olganingizdan so'ng bu yerga siz o'sha sizga kerak bo'ladigan faylni tanlaysiz va execute stepni bosasiz. Va execute step bosganingizda bu o'sha faylni o'ziga skachas qilib oladi, ya'ni yuklab oladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu biza unga Supabase ulashimiz kerak.
Xo'p, biz bu yerdan Superbase deb yozasiz va bu yerdan Vector Store ni tanlaysiz. Vector Store ni tanlagandan keyin Add Documents to Vector Store deganni bosasiz. Xo'p, Superbase ga o'tganingizdan keyin siz bu yerga yana credential yaratishingiz kerak. Credential yaratish uchun siz Google dan Superbase deb izlaysiz va u yerga registratsiya qila olasiz. Mana men registratsiyadan o'tib oldim. Men bu yerga yangi organization qo'yaman va create organization tugmasini bosaman. Keyin esa siz bu yerga o'zingizni password qo'yishingiz kerak. Menga password generate password qilaman va buni copy qilib o'zingizga saqlab qo'ying, chunki bu juda ham zarur. Va create new project tugmasini bosasiz. Mana bizning projektimiz tayyor. Endi qiladigan ishimiz bu shu projektni bizning Superbase akkauntimizga ulash. Xo'p, endi credential kiritish uchun biz mana shu Superbase bizning projektimiz turibdi. Bu bizni bu yerdan project settings ga o'tamiz va u yerga o'tgandan keyin mana bu yerdan data API deganni tanlaymiz. Va u yerda bizda URLimiz berilgan bo'ladi. O'sha URLni copy qilib, biz mana bu host degan joyga paste qilamiz. Keyin qiladigan ishimiz bizga service role secretni berishimiz kerak. Uni esa biz API case ga kirib, bu yerdan biz legacy non service role API case qismiga o'tib olamiz va mana bu yerda sizning service rolingiz bo'ladi. Bu yerdan siz reveal qilasiz va copy qilib paste qilishingiz kerak. Hammasini qilganingizdan so'ng mana bu yerda save tugmasini bosasiz va bu yerdan bizning Superbase akkauntimiz kiritiladi. Xo'p, Superbase akkauntingiz kiritilgandan so'ng siz qanaqadir bitta kod yozishingiz kerak. Xo'p, u kodni siz qayerdan olasiz? Mana bu yerdan mana bunaqa link bor. Men bu linkni описаниеga qoldirib qo'yaman. O'sha linkka o'tib olib, mana bu yerdagi SQL kerak sizga. Men shuni shundoq qilib, bu yerdan o'tib copy qilishingiz kerak. Copy qilgandan so'ng yana Superbase akkauntingizga o'tib olasiz va bu yerdan SQL editor deganni bosasiz. Men SQL editor deb yoziladi. Uni ustidan bosib, bu yerga boyagi copy qilgan kodingizni paste qilishingiz kerak. Va keyingi qiladigan ishingiz bu yerdan run tugmasini bossangiz, bu o'shani kodda yurg'izadi. Xo'p, mana bu yerdan agar sizga success deb chiqqan bo'lsa, значит siz to'g'ri bajardingiz hammasini. Keyin esa bu yerdan biz agar table editorga o'tsak, bizning tableimiz ko'ringan bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, bizning documents degan tableimiz yaratdi. Endi esa biz yana qaytib bizning o'zimizni Superbase'imiz N10 Superbase ga o'tib olsak, bu yerdan bizning mana documents degan anaqa faylimiz turibdi. Boya yo'q edi bu narsa. Bu yerdan documents tanlaymiz va bo'ldi. Xo'p, qarang, agar sizga mana bu yerda match documents degan narsa turibdi, buni esingizda ushlab qoling. Agar sizda xatolik bo'ladigan bo'lsa, xo'p, nimaga unaqa turibdi? Chunki biz bu yerdan documents degan table yaratyapmiz. Agar siz boshqa yana qaytadan table yaratmoqchi bo'lsangiz, shu documents tursa, yana boshqa table yaratmoqchi bo'lsangiz, siz uni nomini o'zgartirishingiz kerak. O'zgartirish uchun mana shu yerdan o'zgartirasiz va u boshqa table yaratib beradi. Boshqa table yaratgandan keyin siz mana bu yerdan documents emas boshqa table'ni tanlagandan so'ng mana bu yerdan ham o'sha table'ning nomini qo'yishingiz kerak. Ya'ni agar bu yerda documents tursa, sizniki ishlamasa qolishi mumkin. Xo'p, bizning mana Superbase'imiz ham endi tayyor. Endi qiladigan ishimiz bunga biz sun'iychilik ulashimiz kerak. Xo'p, bu yerda biz embedding degan model degan joydan biz plusni bossak, bu yerda har qanaqa sun'iychilik modellari chiqadi. Ya'ni sun'iychilik modellari bu yerda hozir nima qiladi? Hamma yozilgan harflarni, ya'ni har bitta so'zni embedding qilib chiqadi. Ya'ni har bitta so'zni songa aylantirib chiqadi. Shuning uchun bizga sun'iychilik kerak bo'ladi. Uni qilish uchun biz o'sha embedding tugmasini bosib, bu yerdan o'zingiz xohlagan embedding tanlaysiz. Men bu yerdan OpenAI'nikini tanlayman va buni o'zi avtomatik tarzda small ham bizga hozircha yetadi va keyingi qiladigan ishimiz bu document. Xo'p, biz dokumentni qayerdan olamiz? Mana bu yerdan default data loader ni bossak, bu faqat nima qiladigan ishi o'sha chunking qilib bo'lib qismlarga bo'lib chiqadi. Bo'ldi. Va shu bilan bizniki tayyor bo'lishi kerak. Endi biz execute step qilib ko'rsak, mana bu yerdan hech qanaqa no output data return deyapti, lekin biz agar o'zimiz Superbase projektimizga o'tsak, bu yerda hamma kitobimiz qismlarga bo'lingan bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda error bo'lgani sababli, ya'ni bu yerda error bo'lmagan, ya'ni bu yerda bizda hech qanaqa data kelmagani sababli, chunki men mana bu default data loaderni JSON faylda qilib qo'yganman, lekin bizning faylimiz bu yerda binary bo'lib kelgan. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda bizning faylimiz binary, ya'ni data bo'lib kelyapti, ya'ni binary fayl bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz data loader ham binary qilib qo'yishimiz kerak. Va bu yerdan ham siz hech narsani o'zgartirishingiz shart emas, avtomatik tursa ham bo'laveradi. Keyin qiladigan ishimiz yana bir test qilib ko'ramiz va endi mana buni ishlatilishi kerak. Mana boya bu narsa ishlatmaganda, ya'ni embedding modelini ishlatmaganda, AI ni ishlatmaganda endi ishlatyapti.
Ana endi bu hammasini raqamlarga aylantirib bizning super base'ga saqlash kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda bizda 604 items bo'lib chiqib keldi. Endi keling hammasini tekshirib ko'ramiz, bizning super base'imizga saqlanganmi yo'qmi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizning contentimiz, metadata va bizning embeddingimiz. Ya'ni har bitta anaqani saqlab kelgan, embedding qilib chiqqan ya'ni. Va shu bilan bizning birinchi workflowimiz tayyor bo'ldi. Endigi workflowimiz, ya'ni mana shu bizning bazamizdan savollarga javob berish. Xo'p, buning uchun biz nima qilamiz? Yana bitta chat ochamiz. Keling chat message qilamiz. Siz buni xohlang Telegramga ulang, xohlang buni webhook qilib saytingizga ulab qo'ying agar kompaniyalar uchun yaratayotgan bo'lsangiz. Lekin men hozir bu yerda misol uchun chat qilaman va keyingi qo'shadigan narsam bu sun'iy intellekt, ya'ni AI agent qo'shaman. AI agent qo'shganimizdan keyin biz unga chat model qo'shishimiz kerak, ya'ni sun'iy intellekt o'zini qo'shishimiz kerak. Men bu yerda sun'iy intellekt tanladim. Va eng kerakli narsa bu biza unga tool qo'shishimiz kerak. Ya'ni bizning boyagi super base'imizni bunga yana ulab qo'yishimiz kerak. Bu yerda yana super base deb yozamiz. Vector store turibdi va bu yerda other tool turibdi. Biz vector store ni tanlaymiz. Va bu yerda bunga description keling, bunga description beramiz. Use this when you need information about Harry Potter. Ya'ni bizning kitobimiz Harry Potter haqida bo'lgani uchun. Hop, keyin siz bu yerdan o'sha credentialni tanlaysiz. Bu yerdan retrieve document deb qo'yasiz, chunki buni AI agent o'zi hal qilib oladi. Bu yerdan esa biz qaysi dokumentdan topishni yozamiz. Bu yerdan biz mana bu documents degan faylimizda, ya'ni shu yerga hamma ma'lumotlar shu yerga saqlanganligi uchun shuni tanlaymiz. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz, ko'rishingiz mumkin, bu error bo'lib turibdi. Sababi biz unga yana embedding qo'shishimiz kerak. Xo'p, siz bu yerda yana sun'iy intellekt qo'shishingiz mumkin, lekin keling biz shuni mana bu sun'iy intellektga ulab qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan bizning sun'iy intellektimiz tayyor. Endi keling hozir bitta test qilib ko'ramiz, ya'ni Harry Potterni o'sha boyagi kitobdan qanaqadir bitta ma'lumotni olib so'rab ko'ramiz. Keling, mana bu qismni olamiz. Mana bu yerda kimdirni tasvirlayapti. Men shuni kimligini so'rayman. Mana bu tekstni o'zimga copy qilib olaman va bu yerga savol sifatida open chat qilaman. Bu yerga yozaman who was told deyman. Ya'ni bu yerda kimdir haqida gap ketyapti va mana o'sha kimligini topish uchun who deb javob beraman. Shunda bu ishlashi kerak. Va shunda bu bizning dokumentimizdan topish kerak va kimligini aytish kerak. Mana bu yerda yozib qo'yibdi, the description told 10 and very old deb bu yerda o'sha bizning bergan ma'lumotimiz va refers to Albus Dumbledore deb yozib qo'yibdi. Ya'ni o'zi kitobni o'qib, o'sha qismni o'qib, ma'lumotni topib, kimligini o'zi o'ylab ko'rib javob berdi. Ya'ni bu odam, ya'ni Albus Dumbledore ekan. Ko'rishingiz mumkin, agar xuddi shu savolni siz bizning ma'lumotlarni ulamasangiz yoki kitobimiz ulamasdan javob bersangiz, umuman sun'iy intellekt ChatGPT umuman boshqa joylarga ketib qolib javob berishi mumkin edi. Endi siz o'zingiz xohlagan ma'lumotlarni sun'iy intellektga RAG yordamida o'qitib, chatbot yaratishingiz mumkin. Agar shu jarayonda sizga qanaqadir savollar tug'ilsa yoki taklifingiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga qoldirishingiz mumkin. Men javob berishga harakat qilaman. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.